Chek bermay jarimaga tortildim. Nimaga endi 3000 so'm raznisdagi 5 million biz jarima to'lashimiz kerak? Haqiqatdan chek urmayapti deb bu tadbirkor. O'ziga kasb qilib olgan mutaxamlar desak bo'ladi. Ikkinchi martasiga shu mana krisa quloqlardan keyin tushganman deb. Niyati 500 ming ishlayman deb krisalik qilib yuribdi, qo'pol qaytganda. Shu pul bilan kim boyib ketadi aytinglar shuni? Ko'chada o'sha chekini ko'rsatmasdan turib yozib olsa ham bilmaydi hech kim o'sha Do'konda kamera bormi? Yana ishingizni davom ettirmasligingizga kafolat bormi? Chek urmaslik hech qachon mumkin emas. Chek bermay jarimaga tortildim. Oramizdagi odamlar ko'rsatuvida bugun biz aynan mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Demak, boshladik. Keyingi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda kichik tadbirkorlarning chek borasida juda ham katta miqdorda jarimaga tortilayotganliklari yuzasidan juda ham ko'plab video lavhalar tarqalmoqda. Va bugun navbatdagi qahramonimiz ham aynan mana shu masalada murojaat qilganlar. Keling, diqqatingizni ekranlarga qaratamiz va ularni tinglaymiz. Poytaxtimizdagi kichik savdo do'konlaridan birining sotuvchisi Bobur Rajabovning ta'kidlashicha, ayrim insonlar bu narsani daromad manbai qilib olishgan. Misol odam ko'p bo'lgan payti chek berasiz yoki men berib yuborgan taqdirimda ham ular olmasdan tashlab chiqib ketib, ko'chada o'sha narsani o'zlari chek olmadim deb yozib yuborishadi ko'proq. Sizda ham shunday holat bo'ldi? Na bo'ldi? 2 marta bo'ldi. Endi shu chek berganman yo olgan yo olmagan tashlab chiqib ketgan, yozib yuborganda menimcha. Hammaga ham ulgura olmaymiz-da. Do'konda bitta o'zim bo'laman misol uchun har doim. Odam ko'p, 5-6 odam bo'lib ketgan payt qaysi biriga chek berishga ulguraman misol uchun. Beraman hammasiga baribir. Olmasdan o'sha aytgandek boyagi ko'chaga chiqib chek olmadim deb o'sha soliq anaqasiga tashlab yuborishadi deb. Lavhadagi qahramonimizni o'zlari ham studiyamizga tashrif buyurganlar. Keling, ularni studiyaga taklif etamiz va batafsil o'zlaridan hammasini eshitamiz. Marhamat, Bobur Rajabov. Assalomu alaykum. Bobur, ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Sizni biroz e'tirozli gaplaringizni eshitdik. Qayerda savdo qilasiz va nima uchun bu darajada xaridorlardan xafasiz? Chilonzorda 8-kvartalda. Xo'sh. Magazinda o'sha cashback 1% qaytarib beradigan bo'lsa, soliq o'z nimasidan ayrim klientlar o'sha boya aytgandi, chek beramiz va olishadi, olmaydigani bor 4-5 ta odam bo'lib ketgan payt kerak emas yoki kutib turmasdan chiqib ketadiganlar ham bo'ladi. O'sha hammasiga ulgura olmasligim aniqda baribir. Demak, ayb kimda shunda? Endi ayb o'zimda ham bo'lishi mumkin baribir. O'sha vaqtda chek bermagan. Siz hammalarga o'sha QR kod bilan chekni qaytaryapsizmi? Vijdonan ayting. 100% emas baribir. Nima uchun? Sabab? Chunki ko'proq persinaga baribir hamma narsa persinaga kelmaydi. Naqdga olinadigan narsalar bor. Naqdga olinmaydiganlari ham bor baribir. Misol uchun nonni har kunlik oladigan me'yori bo'ladi-yu, uni baribir persina qilib ola olmaymiz. O'shani hisobiga baribir naqd bo'lish kerak-da do'konda. Xo'p, bugungi e'tirozlaringiz xaridorlardan chekni talab qilmasliklarimi yoki bo'lmasam o'zlari so'rashlari kerak demoqchimisiz? Biz ham berishimiz kerak baribir 100%. Endi 100% baribir bo'lmaydi, meni fikrimcha. Nima uchun bo'lmaydi? Ya'ni o'sha endi hamma pulni misol uchun u chek apparatga uriladi baribir. Inkassatsiya qilamiz, uni bankka borib topshiramiz. U sirazi biz qaytib u pulni ola olmaymiz-ku. Naqd pul qilib berishi ham misol muammolar bo'lib qoladi bir xillarda. Uni keyin yana persina qilib 1-2 kun vaqt o'tib, u mol bizga yetib kelguncha u do'konda mahsulot kamayib qoladi, klient kamayadi. Shuni narsa bo'ladi-da. Necha marotaba ishtirokka tushdingizmi? 2 marotaba. 2 marotaba. Va necha pul to'ladingiz? Unisini aytmay qo'yavering. Qancha? Unisini ayta olmayman. Nega? Shu yergacha keldingiz, ayting, eshitaylik. Yo'q. Baribir aniq faktlar bor. U qancha to'lashingiz ham bor. 15 kunda to'lagan bo'lsangiz 50%. 15 kun ichida to'ladim. 2,5 millionni to'ladingiz, to'g'rimi? Ya'ni 2,5 millionni to'ladingiz. Birinchisida 2,5. Keyingisida уже 5 million to'ladingiz, to'g'rimi? Uni aytish kerak, bu yerda hech qanaqa uyatli joyi yo'q, u qonunda belgilab qo'ygan narsasi bor. Siz hozir sir qilib qoldirsangiz ham u narsa baribir ochiq qo'yadi. Hamma biladi-ku baribir. Hamma biladi. Shuncha aytish. Bilmaganlar ham bor-da, shu chekni bermayotganlar bor-da. Bugun mana shu gaplaringizdan so'ng o'sha bilib olishadi ular ham, tushunyapsizmi? Balki ular hali shtrafga jarimaga tushmagandir. Nima deysiz Umid aka? Tadbirkor
faoliyati bilan shug'ullanganlarni tarafini olingan holda bilamiz bironta narsa prihod qilib ya'ni перечисленияda qilolmasligilarni uchun shu hisobiga mana shunaqa narsalarni balki tadbirkorga qilishga to'g'ri kelyapti. Balki siz hozir misol keltirganingizda nonnimi, lekin men o'ylayman nonni hammasi ofitsialniy sotib olsa bo'ladi. Chunki ko'pincha biz Toshkent non assotsiatsiyasi bilaman, hammasi перечисленияda ishlaydi, prihodi ofitsialniy, oldin dotatsiyada bo'lgan, hozir endi misol uchun don mahsulotlarini birja orqali sotib olishadi. Bu yerda muammo bo'lish kerak emas. Balki boshqa qanaqadir endi boshqa mahsulotlar bordir. Qaysidir sizlar misol uchun naqd bilan yopishinglar kerak. Lekin shuni men o'ylayman, bu yerda bitta narsa bor. Soliq idoramiz to'g'ri yo'nalishda ketyapti. Buni hammasini qonuniy qilsak, hammasini ko'ramiz. Ya'ni soxta tadbirkorlarni yo'qotishimiz maqsadida qilinyapti. Bu yerda bitta narsani, mana misol uchun bir ko'nglimni raj etayotgan narsa, endi bu yerda fuqarolik pozitsiya degan narsa bor-da. Agar fuqarolik pozitsiyada kimdir mana shu narsani jarimadan pul foyda topaman desa, bu noto'g'ri. Agar haqiqatan ham biz misol uchun fuqarolik pozitsiyasidan bu narsani bildirib, mana shu yerda qonun buzilishi bo'lyapti. Ya'ni mana shu yerga nazar tushiringlar, ertaga qattiqroq qarasanglar bo'ladi. O'sha misol uchun to'g'ri yo'lga yoki ogohlantirish yo'l bilan keyin ikkinchi martada misol uchun bu narsani qilinganda, bu to'g'ri bo'lardi. Hozirgi paytda o'sha aytayotganingiz ijtimoiy tarmoqlarda to'lib ketgan nimalar ko'pincha shu mo'may daromad qilaman deb o'ziga kasb qilib olgan muttahamlar desak bo'ladi. Bu yerda faqat maqsad davlatni rivojlanishi yoki tadbirkorga yoki soliqchiga ko'makchi bo'lish emas, o'sha pul ishlash. Mana tadbirkor o'zlari aytayaptilarki, hamma narsani biz pul o'tkazish yo'li bilan ola olmaymiz deyaptilar. Mana shu yerga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Nima uchun? Chunki bu yerda oqibatlar bilan kurashilyapti. Sababini nimaga o'rganilmayapti? Nimaga tadbirkor bemalol emin-erkin o'zini mahsulotini kelishilgan narxda pul o'tkazish yo'li bilan ola olmayapti? Balkim shuni o'rganish kerakdir. Bu yerda nafaqat O'zbekistonning mahsulot ishlab chiqarish, chet eldan olib kelinayotgan mahsulotni bojxona to'lovlari, o'sha NDSlari to'langan bo'lsa, nimaga ular sotgisi kelmayapti? Mana qayerda mohiyat. Shuning uchun endi albatta soliq idoralari o'ziga daxldor bo'lgan, soliqni to'lanmagan holati bilan kurashilyapti. Lekin muhitni yuzaga kelish uchun balkim kengroq qarash kerakdir. Balkim o'sha mahsulotni xom ashyosidan tortib, ishlash chiqarish jarayonidan tortib, shu toki bularga yetib kelguncha nimaga naqd pulga yetib kelyapti? Balkim shuni o'rganish kerakdir. Qaysi magazinga kiradigan bo'lsak, u siz naqd pulga olib kelganmisiz yoki boshqami, hatto o'sha o'zingiz aytgandek bitta non bo'ladigan bo'lsa ham, siz chekka urguningizcha bu yoqda o'sha paketga ham solib berasiz. O'sha paketda olib beryapsiz. Qanaqasiga bu yoqdan chek bermasligingiz mumkin degan savol ham turadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda ko'proq o'sha magazinchilarimiz, ya'ni tadbirkorlarimiz o'zlari ham e'tiborli bo'lgan holda chekda urdimi, chekda urib paketda olib narsani solib berish kerak. Endi opa, bu yerda bitta narsa bor, siz hozir noto'g'ri gapirgansiz, chunki bu yerda to'g'ri tushuncha berib ketishimiz kerak. Bu bozorda sotib olgan narsasi prihodda yo'q bo'ladi-da. Unga kassaviy apparatdan urishga haqli emasdi. U albatta uradi, lekin boshqa narsani spesaniya qiladi-da, tushunyapsizmi? Lekin bozordagini ham, masalan, uni hujjatsiz sotayotgan, agar ko'chada haligi qora joydan olayotgan bo'lsa bor. Hozir bitta narsa bor-da, mana biz ham ko'p mana hamkasbim o'tiribdi. Biz 2 yildan beri tadbirkorlik kodeks bo'yicha ishlayapmiz-da. Endi bitta yana tushuncha kiritmoqchi biz. Soxta degan tadbirkorlik ham bor. Bu yerda bitta katta narsa turibdi-da. Bular chakana savdochilar, bu endi nima kichkina qo'y poxonada turibdi-da, katta avtoviklar bor-da. Bu nimaga bu narsa muammo bo'lyapti? Katta avtoviklar olib keladi, buni zanijat qiladi yoki shu tan narxinimi, boshqami, o'shandan keyin bular naqdga sotadi bunga. Tushunyapsizmi? Chunki o'sha yerda prihodida kamroq nalog to'layman deydi. Bular chakana savdodagilar tadbirkorlar qiynalishadi. O'sha narsani pulini yecha olmaydimi yoki vaqtida bera olmaydimi yoki misol uchun rasxod qila olmaydimi? Shunaqa narsalar bor. Bor narsani gapirish kerak-da. Chek berish hamma joyda bo'lish kerak. Bu isbot talab qilmaydigan aksiyomami nima deysizlar? Gap yo'q. Endi kassa apparati urilmas ekan, demak noqonuniy ketyapti. Bu haqda tegishli idoralar o'sha soliq bo'ladimi, boshqa chora ko'rish kerak. 100%. Bunga e'tiroz bo'lish kerak emas. Biz bugungi kunda, masalan, men kichkina do'kondan bitta qurt olaman yoki g'oraz qand olaman nabiramga-da, kerak emas chek deb ketaman, lekin kassa urish kerak bular.
chekka olib mayli u yoqqa tashlab yuboradimi boshqa. Lekin endi men o'sha bitta g'oraz qandga chek bermadi deb soliqqa xabar beradigan bo'lsam, qayerda bu o'zbekchilik, qayerda musulmonchilik, qayerda odamgarchilik u? To'g'ri. Jamoatchilik nazorati degan narsa bor-da. Beg'araz qilishadi ular. Hech qanday pulni evaziga emas. Pulsiz. Endi biz hozir pul va'da beryapmizki, bu mazaxo'rlik bo'lib qolishdi. Erkaklar mazaxo'rlik bo'lib qoldi-da. Erkaklar tirikchilik manbaiga bu endi bilmadim endi. Davom etamiz. Bizda soliqchilarimiz ham tashrif buyurishgan. Keling, ularni taklif etamiz. Ularning ham fikrlarini eshitdik. Marhamat, kutib oling. Narziyev Yigitali, Davlat soliq qo'mitasi departamenti direktori hamda Hoshimov Aziz aka, Davlat soliq qo'mitasi boshqarmasi boshlig'i. Assalomu alaykum. Ko'rdik. Marhamat. Bizda qonunchilikda ham ko'rsatilgan soliq to'lovchi, sotuvchi chek berish shart. Ya'ni nazorat kassa texnikani ishlatib, savdo paytida, savdo yo xizmat ko'rsatishda chek berish shart. Sotib oluvchini bu haqqi, olish, olmaslik chekka. O'zi qarab shunga o'zi olib chiqib ketadimi, cashback keyin urib 1%ni qaytarib oladimi pulini. Lekin soliq to'lovchi aynan shu tushgan tushumni pulini kassasida urib, tushumlarni olgan daromadini aks ettirib, chek o'zi avtomat ravishda chiqadi kassa apparatdan, o'shani berish kerak. Nimaga soliqchilar bor propaganda qilib shu 20% to'laymiz shu jarimadan? Nima sababdan shu 20% ga keldinglar? Mayli, men bu GAI ham shu narsani qildi. Lekin 10 million to'laydi, qanaqa shtraf bo'lmasin. Sizlar bundan o'tib ketdinglar, 20% to'layman dedinglar. Savol, nima uchun? Bizani xalqimizni mafkurasini shundoq ham tarbiyalay olmaymizmi? Pul berishinglar to'g'rimi, noto'g'rimi? O'sha me'yoridanmi, me'yoridan emasmi? O'shanga savol kelib tug'ilyapti. O'shanga javob bersanglar zo'r bo'lardi. To'g'ri, savol qo'yasiz. Bizda mobil ilova yaratilgan, o'sha yerda sharoit bor. Ya'ni belgi qo'yib, men shu mukofotni olmayman deb belgi qo'ysa, ayni shu ariza beruvchi odam, ya'ni bizga murojaat qilayotgan odam menga chek bermadi deb o'sha belgini qo'ysa, bu siz aytayotganingizdek haqiqatdan vatanparvar, bunga mukofot kerak emas. Bu sharoit yaratilgan. Hozirgi kunda mana 11 mingdan oshiq fuqaro murojaat qilgan. 11 mingdan oshiq fuqaro murojaat qilgan bo'lsa, bugungi kunda 5 mingtasi. 5 mingtasiga shu mukofot pullari to'langan. Lekin o'sha berayotgan fuqarolar tomonidan berayotgan murojaatlar 55 mingdan oshiq murojaat tushayotgan bo'lsa, buni endi 50% o'rganilib soliq organlari tomonidan yoki davomiy bo'ladigan bo'lsa, yoki o'sha qonunbuzarlik holatlari noto'g'ri berayotgan bo'lsa, bu arizalar rad etilgan. Bu ham tadbirkorlar. Mana bitta taklifim bor-da sizlarga bu yerda. Mana ya'ni har bitta ikkinchi odam insofi bor odam ekanda. Jarimasidan hech qanaqa mukofot olmayapti sizning gapingizdan. Lekin 11 mingta murojaatchidan 55 mingta murojaat bo'lganda, ya'ni bu kimdir takroran bunga pul manbai qilgan. O'shani bitta taklifimiz bor-da, agar shunga bitta sizlar izoh qilib, vergul qilib buni, masalan, ikkinchi marta yoki uchinchi marta yoki bir oyda 3 marta qilgan narsa shunaqa fuqaro bo'lsa, unga mukofot to'lanmaydi degan narsani kirib qo'ysanglar, men o'ylayman, o'rinli bo'ladi shu narsa. To'g'ri, savolingiz to'g'ri. Hozir imini shu narsa bo'yicha taklif tayyorlanib, uje rahbariyatga tayyorlanyapti. Bitta fuqaro tomonidan agar bitta tadbirkorlik subyektiga agar takroran bir oy ichida beradigan bo'lsa, qabul qilinmaydi. Soliq organida endi xodim yetmagani uchun hamma tadbirkorlarni baravar nazorat qila olmasdik. O'shuning uchun bizda hozir shu odamlar bizga murojaat qilsa, bizga qo'shimcha ma'lumot bo'lyapti bu. Va keyin aka, bizga e'tirozimiz yo'q. Odamlar murojaat qilsin. E'tiborlang, mayli. Bular murojaat qilsa, ya'ni bular norozi bo'lyapti. Menga chek bermadi deyapti. Biza tekshiruvga chiqib, tekshirib 97% tasdiqni topyapti chek bermaganligi. Aziz aka, hozir gapingizni 3% bo'lyapmanda, qarang, balki bitta narsa bor-da, bitta narsa bor. Aytishyapti, mana hozir bular aytdilar-da, tuhmat qilgan, men qo'yganman, olib chiqib ketmagan, lekin kameralar bor-ku, to'g'rimi, ko'radigan, ko'rsatadigan. Bitta qarang, tekshiruv bo'lgandan keyin baribir tekshiruv o'tkaziladi-ku. Albatta. Urmagan chek bermasa, bu hammasi baribir protokol qilib, dalolatnoma qilib qilinadi. Aziz aka, bu yerda bizda e'tirozimiz yo'q.
kim qonun buzgan bo'lsa, unga chora ko'rish kerak. Bu yerda albatta qonun hamma uchun barobar. Bitta iltimosimiz, hozir akamiz aytdi, bitta odam kirib, uni tadbirkorga 3 marta murojaat qilsa, misol uchun uni ko'rmaymiz. Bu noto'g'ri narsa, chunki yuridik va jismoniy shaxslar to'g'risidagi qonunda sizlar zid bo'lib qolasizlar. Bu narsa qilish kerak emas. Bizani bitta e'tirozimiz bor. Men o'ylayman, shu narsani agar o'ylasanglar, mana shu borku 20% to'ladigan mukofotinglar. Yoki kvartalda bir marta uni to'lanadigan. U 100 marta murojaat qilsin. Lekin ikkinchi martada u mukofotni olmaydi. Bir marta yoki kvartalda yoki yarim yilda qilib qo'ysanglar, o'sha adolatdan bo'ladi. Hech kim buni manbaga aylantirmaydi. Masalaga chuqurroq qaraylik-da hozir. Biz chek berish yoki bir shtrafga solish, jarima solish haqida gaplashyapmiz, lekin nima uchun oxirgi paytlar ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan bo'lsak ham faqatgina oddiy o'sha kundalik ehtiyojiga kerak bo'ladigan narsalar bilan savdo qiladigan tadbirkorlar aziyat chekyapti. Tadbirkorlik subyektini har bir tushgan murojaat bo'yicha bu degani tezkorlik bilan borib tekshirib, ularga jarima qo'llash degan narsa emas. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, agar tadbirkorlik subyekti soliq kodeksidan belgilangan jarima shundan iboratki, chekki berishi yo'q, o'tda foydalanishi deyilgan. Agar bular xaridor kirib chekki olmagan taqdirda ham o'sha kassa apparatdan chekki urgan paytda u onlayn rejimda o'sha soliq organlarining bazasi kelib tushadi. Bu chek bilan o'tiradi. Vaqti bilan olingan mahsulotning nomi bilan qanaqangi hamma nimasi bo'lsa o'sha kelib o'tiradi. Bu bilan jarimaga tortilmaydi. Men 100% tarafdoriman. Hamma chekini urish tarafdoriman. Hamma nalogini to'lagan summasidan, ya'ni topgan daromaddan foydasi bo'ladimi, boshqasidanmi, tushumidanmi, qaysi soliq tizimida bo'lsa, patentda bo'lsa, patentidanmi solig'ini to'lash tarafdoriman. Bu bo'lsa ijtimoiy masalalarimiz bitadi, yurtimiz rivojlanadi. Lekin masalani ikkinchi tomoni xohlardim e'tibor qilishinglarni. O'sha $500 uchun Rossiyaga ketmasin, bo'pti tadbirkorlik qilsin. $10,000 $100 million so'mmi, $200 million so'm olib kichkinagina do'konni ochadi. Aqli yetib qayerdandir mol oladi, vitrina qiladi, bitta, ikkita, uchta odam ishlatadi. Topsa o'sha $500 pulni topadi ortida. 100 million savdo qilsin, 20% qolsa, hamma rasxodini ayirsa 5 million so'm pul qoladi yoki yo'q o'sha do'konda. Ochig'ini aytishim kerak. Endi qarang, ikkinchi tomoni bor. Men soliq idorasini kadrlari ko'pmasligiga ishonaman, o'zi bo'lmaydi. Tizimni niyati yaxshiligiga ham ishonaman, bu ham o'zi bo'lmaydi. Lekin mexanizmda ozgina o'zgartirishlar sekin-sekin kirib borish tarafdoriman. Niyatimiz 1% cashback olish niyatida chek so'rasa, ukajonim, do'stim, chekingizni beringman, mayli cashback, hamma 1% stimul. Lekin qaytariladigan narsasini 2% dan ko'p qilish kerak emas. Chek bermasang 1% cashback olaman. Bermasang men shundoq soliq idorasiga beraman, 2% soliq idorasidan olamanga 2 barobar bo'lsin, lekin 20 barobar bo'lish tarafdori emasman. Sababi 2,5 millionmi shtraf birinchisi, 2,5 milliondan 20%. 5 million. Birinchisi 2,5 million. 5 milliondan 20%. Skidkada yarim to'lanadi. Hop, mayli, 2,5 million siz to'lasangiz, siz 2,5 million skidkada to'lasangiz, bilib qolib vaqtida to'lasangiz 2,5 million to'laysiz. Bu o'sha niyati yaxshilikdan emas, niyati 500 ming ishlayman deb krisalik qilib yuribdi-da, qo'pol qaytganda o'sha bolalar. 500 ming bitta odamni sotsa, zo'r biznes ekan. Men hatto 1,5 million oylikka bir oy eshakda 9 dan 6 gacha ishlagandan ko'ra, hamma tadbirkor bor, men shu surat olsam, men oyda 10 million, 20 million topar ekanman degan niyatda shu ish qilyapti. O'shaning uchun 20% berish umuman mumkin emas. Bu 20% 500 ming topsa, kallasi ishlab qoladi. Demak, 3-4 ta og'ayni bo'lib oladi, sen chalg'itasan deydi, bundan bunisi qiladi. Oyiga 5 million, 10 million, 20 million, 50 million tayyor biznes. 100 million tikmasdan quloqni rasmini shunday olib, nimani olib 5 million, 10 million topgandan keyin ertaga kechirasiz, dushman, farqi yo'q. Davlatda aytgan otini aytmay, $5,000 bersa yurtini sotadi shu odamlar. Yurtini sotadi shu odamlar. O'shaning uchun meni fikrim 2% dan ko'p bermaylar, agar niyat yaxshilik bo'lsa. Tadbirkorlar haqida gapiryapmiz, ular haqida bizda lavhamiz bor. Keling ko'ramiz, keyin yana davom etamiz. Marhamat. Millionchi shtraf oladi. Sen 5 million. Kim shahar to'poladi? Asl QR kod. Telefonda o'rgat. Skachat qilib ber. 10 milliondan 10 milliondan 200 ga beradi. Ha.
hamma puliga 10 milliondan man nalli o'shini aytyapman. Nalli ko'pchilik registratsiya qilmaydi fiskalchi. Yo'q, 65 kunlar 3 milliard toshadi. Hisoblashyapti qancha pul ishlaydi 3 kunda. Shunda qarab o'tsa oshib ketyapti, 5 millionni qo'y magazin qiladi. Ha? Katta magazinda 10 million. Demak, hozir mana o'zingiz ko'rdingiz. Mana shunaqangi fuqarolar ham yo'q emas. Bir-biriga falon do'konga kirsang, mana bunday bo'ladi. Falon do'konga kirsang, chek bermaydi va mana shu yo'l bilan falon pul ishlaysan deydiganlar ham mana ko'rib turibmiz. Kechirasiz. Mana hozir bu pul ular oladi agar jarima to'lansa, ya'ni jarima qo'llanilib to'lansa. Bu degani huquqbuzarlik tasdig'ini topyapti-da. Ya'ni tekshiruv bo'layotgandan keyin haqiqatdan chek urmayapti-da bu tadbirkor. Davlatimizdagi asosiy pul oqimlarini o'sha soyadan chiqarmoqchi bo'lib, mana shunaqangi hozir harakatlarni qilayotganda, albatta u soyadagi 70% iqtisodimiz soyada aylanib, uni keyin bu yoqqa oydinlikka olib chiqayotgan vaqtda mana shunaqangi momentlar ko'p bo'ladi. Hamma ham o'zini o'sha anaqasi uchun kurashadi. Chunki bu taraf bu jinoiy taraf. Tushunish kerak bu narsani. Chek urmaslik hech qachon mumkin emas. Bu doim bo'lib kelgan narsa. Birinchidan, ikkinchidan, bular chek urmayapti, bu nafaqat bitta qog'oz berish emas, bu soliq to'lamaslik. Biz talab qilamiz, yo'lni qilinglar, bolalarning bog'chasini quringlar deymiz davlatdan, svetlar, gazlar kesin deymiz, turmush tarzimiz oshsin deymiz. Qayerdan? O'zimizki agar hayolimizga ham kelmasa, biz faqat aldash yo'liga o'tib olgan bo'lsak. Men bu odamlarni gapirmayapman. Balki buni qanaqadir ham o'sha jinoiy kodeksga kirgizib, bunaqangi moshenchistvolarni ham oldini olish kerak o'sha odamlarni. Balki yo'q qanaqadir boshqa texnologiyalarni qo'llash kerak. Lekin eng asosiy fikr bu yerda hozir ular mayli soxta tadbirkor. Bular soxta tadbirkor emas-ku, bular o'zini boshqacha pozitsionирование qilishyapti hozir. To'g'ri. O'sha sotqinlar qatlamini paydo qilmaslik uchun, misol uchun yangi tadbirkorlar bo'ladi, o'sha qonunni biladigan yoki bilmaydiganlar ham bo'ladi, to'g'rimi? O'shalarga kelib ogohlantirish berib, o'shalarga yo'l yo'riq ko'rsatib, tadbirkorni sraz jazolamasdan ogohlantirish berib, mana shunaqa yo'l yo'riqni ko'rsatib, bizga ham tushuntirsa biz ham qilamiz. Kechirasiz deb, xo'p bo'ladi deb kechirasiz deb ertaga yana ishingizni davom ettirmasligingizga kafolat bormi? Siz va'da bering hammaning nomidan, tadbirkorlar nomidan ayting. Agar bizga tushuntirsa, hammaning nomidan va'da beraman, o'zimning nomidan va'da berishim mumkin. Mana hozir shu gapingizga o'zingiz necha marta jarimaga tushdingiz? 2 marta. 2 marta. Qarang-da, bir marta jarimaga tushgan odam ikkinchi marta qadamini o'ylab bosadi. Ikkinchi martasiga qanaqa chek tushgan? O'sha chek urganman, chek hammasiga urib beraman hozir. Xo'sh. Hozir hammasi urib beraman. O'sha paytda ikkinchi marta jarima tushganingizda ikkinchi martasiga shu mana krisa quloqlardan keyin tushganman-da. O'shalar yo'q, sizni o'zingizning aybingiz bilanmi? Shuni ayting. Mani aybim bilan emas. Kimning aybi bilan unda? Shu anaqa chek olmasdan chiqib ketgan. Bizda hozir davom etamiz. Bizda yana bir qahramonimiz bor. Aynan mana shu e'tiroz bilan bizga murojaat qilgan qahramonimiz borlar. Keling, avvaliga lavhalarni tomosha qilamiz, keyin o'zlarini studiyaga taklif etamiz. Marhamat. Ko'rsatuvga kelib tushgan murojaatlardan birini o'rganish uchun poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan dorixonaga bordik. Murojaatchi Ahror Saidaliyev ayrim xaridorlardan norozi ekanligini aytdi. Biz har bitta klientga, har bitta mijozga chek qog'ozini chiqarib beramiz, lekin ba'zi bir mijozlar shoshilgan holatda tutadi yoki bo'lmasa kerak emas degan holatda chiqib ketadi. Biz chek chiqargan holatda qo'yib qo'yamiz. Tashab ketadi, mana bu yerga qo'yib ketadi, keyin tashqariga chiqadi, menga chek bermadi degan holatda hozirda soliq idoralari tomonidan soliq hamkor ilovasi ishlab chiqilgan. Shu ilova orqali menga chek bermadi deb berishyapti fuqarolar tomonidan. Bu vaziyat bizda 2-3 marta sodir etildi. Fuqarolar tomonidan bu narsani amalga oshirishning birdan bir sababi to'langan jarima miqdorining 20% ularga qaytarib berilmoqda. Murojaatchimiz aynan qaysi sanalarda jarimaga tortilganligi haqidagi savolga quyidagicha javob berdi. Birinchi jarimamiz 21 mart sanasida aynan fuqaro soliq idoralariga ariza tashlagan. Ular 10 kun ichida o'rganib chiqishdi va bizga o'zlarining klientlarini kirgizishdi. Ikkinchi bizning ustimizga tushgan ariza 4-aprel sanasida tushgan.
2 marta. Undan avvalroq esa fevral oyida ham tushgan bir marta. Birinchi jarima miqdorimiz 2,5 million so'm to'ladik, ikkinchi va uchinchi jarimalarimiz esa 5 million so'mdan to'ladik. Jami shunda 12,5 million. Ahror Saydaliyev shu yerdalar, marhamat. Hozir o'zingiz eshitdingiz e'tirozlarini. 3 marotaba tushibdi, lekin aytishlari bo'yicha biz berganmiz chekni, QR kodini ham berganmiz, lekin baribir bizni aybdor qilishdi deyishyapti. Chek bersa, ya'ni nazorat kassa texnikasini ishlatsa, onlayn nazorat kassa texnika bizga ma'lumot keladi. Ya'ni tekshiruv materiallarini ko'rib chiqqanda shu e'tirozlarni bersalar, inobatga olinib jarima qilinmasdi. Mobil ilova orqali murojaat kelib tushgan paytda soliq organi imенно o'sha murojaat bo'yicha aniq fakt asosida o'rganish bo'ladi. Sizlar onlayn nazorat kassa mashinasidan foydalanganingizdan keyin u agar bizga vaqti bilan olgan mahsulotini hozir talab qo'yilyapti, mobil ilovada olgan mahsulotni rasmini ham tushirish kerak. Chunki kirmasdan, ko'chadan har xil o'tirib nimalarni oldini olish maqsadida o'sha narsani talab qo'yilgan usiz olmaydi. Murojaatni olmaydi. O'sha murojaat bo'yicha siz urgan chekingiz onlayn rejimda soliq idoralarining mobil dashbord orqali ko'rinadi. Tizimimiz bor, dasturiy tizim ko'rinadi. Ikkinchi marotaba ana shu nazorat paytida tushgan paytimizda fuqaro o'zini soliq idorasi o'zining fuqarosi kirdida, olib chiqib ketayotgan payti chek oling dedim. Yo'q, kerak emas dedi-da, men savdo chekini, ya'ni tovarning narxi ko'rsatiluvchi chek bilan qo'shib berayotgan paytimda savdoning chekini oldi-da, onlayn chekni tashab ketdi. Keyin kirgandan keyin men ko'rsatdim. Nargi chekni olib kirdi, basharamga otib yubordi. Men bu nima muomala madaniyatini o'sha joyda nolligini ko'rdim. Men bu chekin hech qayerga o'tmaydi deyapti-da. Kassamni tekshirganda 3000 so'm raznitsa qilyapti. Nimaga endi 3000 so'm raznitsaga 5 million biz jarima to'lashimiz kerak? Mana ayting, shunda sababini aytib bering. Kassadan 3000 so'm minus chiqyapti, raznitsa bo'lyapti. Ha? 3000 so'mga narsa chek urmagansiz. 3000 so'm zdachida o'zim misol uchun kassada har doim mayda pul turishi kerak. Men o'sha kuni mayda qilganim uchun 3000 so'm ortiqcha pul turgandi, o'zimni mayda pulim. Hozir ko'ryapsiz, hamma joyda yirik pul bo'lib ketyapti. Ortiqcha pul turadigan bo'lsa, uzr gapingiz bo'lyapman, to'g'ri savol qo'yapsiz. Endi to'g'ri, bu hozir qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etilmaydi degan anaqa ham bor, lekin prezident qarori bo'yicha 58-13 sonli qarori bo'yicha onlayn nazorat kassa mashinasidan foydalangan tadbirkorlik subyektlari naqd pul tushumini bank kassalariga ixtiyoriy topshiradi. Agar siz bu sizni o'zi savdo pulingiz bo'ladigan bo'lsa, siz chek urgan summangiz o'zingizda qoldiradigan bo'lsangiz, bu o'zi siz haqingiz tushuntirishingiz kerak uni kirgan paytda. Lekin kassa apparatdan kunlik hisobotni olib turib, sizda o'rtada farq bo'ladigan bo'lsa, bunda sizning narusheniyingiz bo'ladi bu. Olib chiqib ketayotgan chekdan 1% gina cashback qaytarib beriladi-da. 1% gina 3000 so'mlik narsa olinsa, 3000 so'mlik narsadan 300 so'm qaytarib berilyapti. Shu pul bilan kim boyib ketadi? Aytinglar shuni. Bizni hozir mana aytayaptilar, sotqinlar paydo bo'lyapti. Keyinchalik bu davlatni sotadi degan narsalar bo'lyapti. To'g'rimi? Lekin bu aslida agar biz buni chuqur tahlil qiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan jamiyatni chiroyli bo'lib kelishiga olib keladi. Chunki siz, men agar o'sha chekni vaqtida taqdim qiladigan bo'lsam, qonunga itoatkorlik ruhida yoki soliq kodeksining 221-moddasi, 222-223-moddasini da ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etmasligimizni biz chin dildan istaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu sotqinlar o'zi yo'qolib ketadi. Ya'ni do'konlarda chek berilishi borasida oddiy aholidan so'rovnoma o'tkazilgan. Blitz savollar, marhamat. Siz do'kondan mahsulot xarid qilganingizda sizga doimo chek berishadimi? Albatta, men cheksiz olmayman hech qachon. Chekini berishmagan taqdirda ham baribir chekini so'raysiz. Chek olmasdan bir xil paytda bo'lib qoladi shunaqa vaziyat, qaytarib olib kelishingiz mumkin. Или bo'lmasa, nima chislasiga qarab, обязательно chek olmasa bo'lmaydi, albatta. Cheksiz mumkin emas. Oziq-ovqat mahsulotlari. Nonlarga masalan chek ola olmaysiz. Bo'lib turadi bir xil paytda. Uni ham o'zimiz so'raymiz bir xil paytda. Siz do'kondan narsa xarid qilganingizda sizga doimo chek berishadimi? Ha, deyarli olaman. Chek berishmagan holatlar ham bo'lganmi? Yo'q, deyarli bo'lmagan. Mayda mahsulotlarga ham chek berishganmi? Yo'q, mayda mahsulotlarga endi bermaydi, yo'q. Berishadi. Shunaqa vaqtlar bo'ladi. O'zim yo'q, chek kerak emas deb olmagan paytim ham bo'ladi. Lekin 90% chek olib keting deyshadi. Bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shular. Yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling.